Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Avvalambor sizlarni kirib kelayotgan yangi 2025-yil bilan tabriklayman. Xo'p, shu munosabat bilan hozir sizlarga o'zgacha individualniy bir loyiha ishlashni o'rgataman. Bir nechta loyiha bo'lishi mumkin. Bu misol uchun hozir mahallalarga kiraverishda arkalar turadi. Ya'ni qo'shimcha sifatida misol uchun har xil metallический konstruksiyadan dekorativniy elementlarni yasab har xil mahallalarga yoki bo'lmasa podiumlara, jamoat binolarini qo'yish hozir shunday narsa moda bo'lgan. Shu munosabat bilan men sizlarga dekorativniy archa, yangi yil munosabati yaqin, hammanglar ko'rib turibsizlar, archalar katta archalar qo'yilib turibdi. Xuddi shunday archalarni metallический archani loyihalashni ko'rsataman. Diqqat bilan videoni ko'rasizlar, yonlaringizda ruchka qog'oz bo'lishi kerak. Chunki hisob-kitoblarlari bor. Xo'p, unda boshladik. Birinchi ish ochib olamiz. Ikkinchi sxema bo'yicha notebook archa 1 ish ochildi. Bizlar boshlang'ich har doim qaytadan ishimiz boshlang'ich nuqtalar kerak. 0 nuqta va uni balandligi necha metr? 10 metr, 15 metr, 20 metr, 50 metr farqi yo'q, ixtiyoriy. Negativga yangi yil munosabati bilan 25 metr atamiz biz. 25 metr atib oldik. Undan keyin birlashtirib olamiz. Xo'p, birlashtirib oldik deyli. Endi bizlarga nima kerak bo'ladi? Buni bizlarni archani yoni, ya'ni uklonli balka desak ham bo'ladi, ya'ni burchak ostidagi, ya'ni archani yon taraflari kerak bo'ladi. Xo'p, buni men bilamiz belki. Ya, shunday shaklda bo'ladi. Konusumon, ya'ni konusumon shaklda chizish kerak ekan archani. Ko'rib turibsizlar. Yon taraflari va aylanadan iborat bo'ladi. Kichkina aynalardan iborat bo'lib yasaladi. Xo'p, davom etamiz. Buning uchun ishlatamiz endi biz. Buning uchun biza necha gradusda burilganini bilib olishimiz kerak. Necha gradusda burib olacaksizlar. Ya'ni biza pastki masofa kerak-ku. Shu masofani topish uchun biza qarsni katetni yopishgan katetga nisbatan bu bizada tangens alfa bo'ladi. Necha gradus? 10 gradus, 15 gradus. Xo'p, men misol uchun hisoblayman hozir 10 gradus. Tangens 10 gradus va uni balandligiga nisbatan neyni olaman? Ko'paytiramiz 25 ga. 4 metr, ya'ni to'g'ridagi neyi 25 metr. Bu nodan kelib chiqdi. Tangens alfa teng qarsni katetni yopishgan katetga nisbatan. Bir 10 gradus bo'lgandan keyin shuncha tushuntiring. Xo'p, chizdik. Ish o'rimiz ish o'rimizdagi alfa gradus kerak bizga. Alfa gradus nima degan bo'ladi? Alfa gradus, ya'ni bu tangens bu. Tangens teng bo'ladi. Misol uchun bu yerni x desak, bu yerni 25. Chunki balandlik ma'lum-ku bizda. Avvalambor uzr juda xunuk yozib turibman, lekin boshqa iloji yo'q. X taqsim 25. Shu formulada x topsangiz tangens alfa ko'payiga 25 ga teng bo'ladi. Bu formulamiz ina boshdan ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'p, ina ish o'rni taxminiy 10 gradus, 15 gradus bu ixtiyoriy olinadi. 10 gradus uzr tangensimiz. 10 gradus tangensimiz shunga teng va buni 25 ga ko'paytiradigan bo'lsak x'imiz 44, ya'ni 4 u 4 kelib chiqadi. Hozir adashib nima bo'lib ketdi? 10 tangens ko'paytiramiz 25 ga. Yana 4 u 4, ya'ni x'imiz ish o'rimiz 4 u 4 ekan. 4 u 4 ekan. Xo'p, davom etamiz. 4 u 4 bo'lsa, endi necha olamiz biz? Добавить узел. Z0 x'imiz hesab olindi. Yoki bog'ni tashlasak ham bo'ladi, shuni to'g'ritamizda 4 u 4 hech qanday muammosi yo'q. Bog'ni tashlab olamiz.
element ve tutashtiramiz. Endi karkas yasaymiz. Karkas yasash uchun nechik bo'ladi? Asosdan tutib shu an yasashimiz kerak. Karkaslar nechik? So'china 5 ga 5 deymiz. Balandligini yine hesaplanadi. B'dan tutamiz ve bunu o'chiramiz. dz bo'lmaydi. dx'imiz -5. Neçayla shunday bo'ldi. 10 gradus aslında ketadi. Berimiz 4/4. Katet gipotenuza. Shuni hisobına 5 metr tutma. Lekin aslida ko'rib tursa ko'p chiqib turibdi. 6 metr, 7 metr farqi yo'qmi yozganda. Muhimi yushadan chiqishi kerak. Shundan chiqib ketishi kerak. Shunda g'ina biza yushada ulangan narsani hosil qilib olamiz. Qolgan ham shunday davom etadi. Yana shu gap, yana 5 bana ketadi. Nol berasa 105 bo'ldi shu bilan. Xo'p, endi ortiqcha narsalarni olib tashlaymiz. Ular kerakmaydi bizga. Ishlatamiz. Buni deng bo'lakka bo'lib olamiz. Deng misol uchun 4 ta bo'lib olamiz. Deng 4 ta bo'ldik va shundan uzillar chiqaramiz. Misol uchun 5 bundan xuddi shunday ortiqcha narsalar uchib tashlaymiz. Kerak yo'q. Xo'p, endi biza bu narsamizni parallelni ko'paytirib olamiz. Ya'ni simmetrikni aylantiramiz. Xo'p, belgiladik. Bu kerakli. Kopiramiz simmetri set. Mana deb oldik. Söz beramiz. Söz berganda, xo'p, söz berganda x va z o'qlari bo'yicha bersak bo'ladi. Xo'p, endi biz nima ishlatamiz? Endi biza sharnir yasab olishimiz kerak. Sharnirlar nechun kerak? Yuklar ta'sirida archamiz muvozanatda to'g'ri turishi uchun kerak. Metallический konstruksiyada sharnir zarur. Xo'p, sharnir nechik bo'ladi? Buni tepasini ham beriladi. Şurada pakorga yetishimiz kerak biza. Ortiqcha narsa chiqmashi kerak. Hop, belgilab oldik. Ana bu ham sharnir yasaldi. Endi bu yasayotgan archamizga material berishimiz kerak. Materialimiz navlardan iborat bo'ladi. Xo'p, ixtiyoriy narsani qo'shish mumkin, lekin odatda turba va prямоугольная turba qo'yiladi. Turba nav'a asosan, ya'ni biza o'zak qismimizda prямоугольная turba esa yonlarni uklonli balkalari va karkasimizga prямоугольный turba qo'yiladi. Xo'p, endi buni ishlatishimiz kerak. Berishimizdan avval biza yukni hisoblashimiz kerak. Yukka qarab turib material beriladi. Lekin bizda hozir hisobiy yuk yo'q. Bo'ylama kuch yo'q. Bo'ylama kuch navba. Xo'p, bo'ylama kuch bunga ta'sir etib turgan. Xo'p. Endi bo'ylama kuchni hisoblashimiz kerak.
Bo'ylama gücünü bize hisoblab bilmaymiz. Buning uchun bizga qo'shimcha programmalar kerak bo'ladi. Qo'shimcha programmalar xo'p bizga nima kerak? Lirani o'zini STK strategik konstruksiya standart konstruksiya elementlarini lira sapa o'zunda bor. Toza ish ochiladi. Hastinayda o'zunda yana toza ish nagruzka shu narsalar o'zlari. Xo'p, nima bu? Asos. Misol uchun asos длина элемент 25 metr vertikalniy dalay. Xo'p, ina bo'ylama gücümüz kerak. Bo'ylama gücümüz necha bo'ladi? kilogramda olaveramiz bo'ylama gücümüzni. Xo'p, endi primogon turba tanlaymiz. Primogon turba profil birinchi turbani olaveramiz. Xo'p. S245. Okey. Xo'p, bize bir narsani berish yodimizdan chiqibdi. Bize sostav berdik. Yine hamma narsasi ko'rsangga endi bize doполнительный xarakteristika berishlik. Bu nima bu? Bu bizda kolonna. Kolonnaning hisobiy uzunliklarini girishimiz kerak yine. Hisobiy uzunliklar. Xo'p, o'lchamlarni berdik. Okey tugmasini bosamiz va bizlarga yana turba kruglaya o'zimiz tanlagan bir xil narsa chiqarib turibdi. O'shadan bilinadi. Agarda o'zgartirib chiqarsa, ya'ni biza tanlaydigan nayimiz, ya'ni yukdan kelib chiqib bizlarga secheniya tanlab beradi. Talabalar diqqat etinglar. Hisob kitob hamma narsasi bor programmada. Mana shu turba demak, nimamiz tanlagan secheniyamiz to'g'ri keladi shuga. Safira qaytamiz va yasaymiz. Asosni yasab oldik. Asosda materiallar kessak ham bo'ladi. Xo'p, bizda dbn bo'lib turibdi. Dbnni o'zgartiramiz. Изменить. Xo'p, sinf aytadi material добавить 845. Okey, doполнительный xarakteristika bizda kolonna. Ve direkt material verdik. Ve bundan keyin yana STK safira qaytamiz. Shu turgan yerda secheniyani o'zgartiramiz. Tozadan ish ochish shart emas. Misol uchun tozadan ish ochish nechik bo'ladi? Yana noviy bosib turib, noviyda hozir biza asos turba yasadik, endi prямоугольный turba yasayapmiz. Bu uchun tozadan ish ochmasdan turib, o'sha tayyor turgan ishimizni o'zgartirishimiz mumkin. Mana secheniyani bosamiz. Mana prямоугольный turba. Okey. O'zgartiramiz. Xuddi shu narsalar yana tanlaniladi. Gerekli materiallarni tanlab oldik. Yine hammasi belgilandi. Keyin bosamiz va hop bundan tip element berganmiz. Birinchi faktura kolonna tip element tanlanadi. Hop, kolonna tanlandi. Okey. 50
2. Şu profil tanlasak bizlere doğru geladi deb turibdi. Kesmeden işledi. Hop, прогиб, максимальный прогиб 200. Okey. Rejim подбора добавить. Okey. Onu beramiz endi. Hop, bizada gloy balkalarimiz va asosiy ustunimiz bo'ladi. Bizada reshotkalar qoldi. Reshotkalar material berishdan avval buni hisobiy uzunligini olishimiz kerak. Shunga qarab hisoblanadi. Eng uzun yeri 529 metr. 529 metr. Sika sapfira qaytamiz. Rejim podbor. Ölçem 50 25 2 140 104 прямоугольный turba. Bizlere gerek narsasi yushina 140 104. Bu bizlere tanlaganmiz. Bizlere 140 104 gerek. Qaytamiz. Turba. Copyright. Tanlaymiz. Pencere. Bizda hozir material berishda xato ketdi. E'tiborli bo'lasizlar. Misol uchun, mana penjarani bossak, asosdan belgilab turibdi. Bizda shu xato shu. Asos boshqatdan beriladi. Asos hammasi belgilandi. Endi to'g'ri bo'ldi. Endi to'g'ri. Hammasi. 3 xil seçeneği var. Birinchi, ikkinchi, uchinchi seçenek. 3 xil seçeneği ko'rsatishga. Endi bunga yuk beramiz. Birinchisi bizada o'z og'irligi постоянный. Ikkinchisi ham xuddi shu narsa, faqat bu o'z og'irligi emas.
archa elementlari og'irligi. Bu ham postoyanniy bo'ladi. Birni bosamiz. O'zi avtomatik tanlaydi. Ikkiga o'tamiz. Xo'p, endi biza dekoratsiya elementlar yukini bilib olishimiz kerak. Buni ikkita taqsimlanadi. Xo'p, bizada archamiz ichiga bo'lingan yana. Archamiz ishidan bir va dapada 4 qismi iborat. 4 qismdan iborat. Xo'p, archaga tushadigan yuklar, ya'ni dekoratsiya ustiga qo'shimcha elementlar yuki dapada 0 va pastga borgan sayin oshib boradi. Buni biz nechap hisoblaymiz? Buni biz hisoblashimiz uchun aylana uzunligini hisoblashimiz kerak. Birinchi navbatda aylana uzunligi shunday formula bilan hisoblanadi, ya'ni pi ko'paygan r taqsim 2. Pi ko'paygan r taqsim 2. Bizda r'imizcha 4 degan, to'g'rimi? Bu teng bo'ladi 3,14 ko'paygan 4 edi. Taqsim 2. Bumuz ham teng bo'ladi. Xo'p, hozir 6,9 ga teng bo'ladi. 6,9 ga teng bo'ldi. Endi biza shunga tushadigan umumiy yukni topib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bunaqa teng bo'ladi. 6,9 ko'paygan 50 kg. Bu yukimiz endi bizada xo'p 345 4 desak 4 kilogram taqsim metr. Ya'ni har bir metra shuncha yuk tushib turibdi. Shuni biz endi teng taqsimlab berishimiz kerak bu yerga. Xo'p, bu qanday bo'ladi endi? Xo'p, bu yuk berishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz biza. Nechik bo'ladi? Nagruzkaga kiramiz. Yo'lgan yuk. Taxminiy 346 deymiz. 345 4 edi. Ortiqchasi bilan olamiz. Mana pastga qarab oshdi. Endi bonni bersakda xuddi shu yuk, faqat teskarisi bo'ladi endi. Chunki dapadan yuk pastga ko'payib boradi. Shunda yuk berish kerak bunga. Xo'p, biz hamma narsamizni berdik. Endi buni senda koeffitsient надежность ikkisi ham xususiy postoyanniy yuk. Postoyanniy yuk bo'lgani uchun bir koeffitsient turishi kerak. Ikkinchisi ham bir xil koeffitsient. Faqat bu bizada koeffitsient надежность по ответственности, ya'ni javobgarlik koeffitsiyenti yuqori emas, ya'ni 1 ga teng emas. Bizada bu yasayotgan konstruksiyamizni javobgarlik koeffitsiyenti 0,9 ga teng. Ya'ni mas'uliyat yuqori emas buni.
Xo'p, endi ishimizni tekshiramiz. Biza ishimiz nechta ishlatib turibdi. Xo'p, ziyod ishlatib turibdi hamma narsamiz. Diqqat bo'lasizlar, hali sizlarga o'rgatilmagan narsalar, qo'shimcha narsa o'rgatib turibman. Ortiqcha ishlatib turibdi. Birinchi kerak holatimiz, ikkinchi kerak holatimiz va mesut ustuvchimiz. Mesut ustuvchimiz yaxshi, 100% dan kam ishlatib turibdi. Hammasi 100 dan kam ishlashi kerak. Xo'p, buni ishlab to'g'rilaymiz. Biz endi ishlatamiz. Jostkasiga kirib, har safar o'zgartirib o'tirmaymiz. E'tiborli bo'linglar. Tanlanildi. Fragmentatsiya. Shu turgan elementimiz 100% ishlab turibdi. Secheniya tanlanilsa e'tiborli bo'lmaydi. Bizlar ko'rsatib turgan eng katta 89 ga 3,5 ni olsak to'g'ri ishlaydi. Yine 3 xil profil tanlab turibdi bizlar. Shular bo'yicha sen ishlab bilasan. 63,5, 76,3, 89 3,5. Hozir eng kattasini olamiz va qanday ishlashini ko'ramiz. Xo'p, 89 ga 3,5lik. Xo'p, secheniyaga kiramiz. Belgilandi. Изменить. Xuddi shu narsa. Bize belgilab oldik. Stanavleniya konstruksiya va qolgan elementlar uchun. Reshotkalar uchun nav bo'lib turibdi. Xo'p, biza xato etib qo'ydik. Biza nav xato etdik. Biza boshini tekshirishimiz kerak edi. Hozir uni ham ko'rsataman sizlarga. Yana rashot etishimiz kerak. Xo'p, uch kamaydi, lekin ikkinchimiz kamaymadi. İkincimizni ham kamaytirish uchun secheni tekshiramiz. Ya'ni reshotkalar uchun biza eng katta 120, 160, 40, 4,5. Shuni olsak bo'ladi. 160, 40, 4,5. 160, 40, 4,5 ve uglovoy balkalarimiz uchun esa 60, 42 ni olsak bo'ladi. 60, 42 ni. Xo'p, endi shuni to'g'rilab chiqamiz. Xo'p. Bu narsalar hammasi secheni yodda qolmasligi mumkin. Shuning uchun 3 ga qog'oz bo'lishi shart. Xo'p, bizga nav kerak endi. Bu bizda 60, 42 edi. Almamız bu ise bize de 160, 44 yarım. Hammasi joylanadi. Stanavleniya konstruksiya va qaytadan rashot. İkinci geri holatimiz yaxshi ishlayapti. Uchinchi mesut ustuvchisi hammasi yaxshi ishlaydi, do'stlar. Lekin hozir men eng katta secheniya bo'yicha olib turibman. Bu yerda общий secheniyalarni ko'rsatadi. Ko'rsatgan secheniyalar bo'yicha tanlash kerak. Har safar ixtiyoriy tanlanilmaydi. Shu secheniya bo'yicha girsangiz aynan kerak, qaysi biri kerakligini ko'rsatadi. Shuni ham o'rganib qo'yishlaringiz kerak sizlar. Xo'p, men eng kattasi bo'yicha olganim uchun menda juda kam chiqdi. Asli bir shu 95-100 o'rtasi bo'lsa eng zo'r ishlaydigan bo'ladi. Xo'p, davom etamiz endi. Xo'p, ishimizning birinchi qismini bo'ldi. Endi davomini o'tishimiz uchun bu
bu işimizni saqlaymiz. Сохранить как rc misol uchun rc2 deymizdan 22 deymiz. rc22 işimizni saqlab oldik va shu turgan ishimizni prezent sxemasi, opisioniya sxemani 5-ga o'zgartiramiz. O'zgartirdik. Xo'p, endi nechik bo'ladi? Endi shu sxemada ikkinchini yukini o'chirib qo'yishimiz kerak. Yuk o'chirildi va asosiy ustundan tashqari boshqa hammasini belgilab olamiz. Kopирование 90 gradusda bir dona. Xo'p, biz bu ishimizni endi aylanalarni chizib chiqishimiz kerak. Xuddi shunday tartibda aylanalar chiziladi. Lekin bizada bu lirani o'zida qiyinchilik tug'diradi. Aylana chizish mumkin, faqat buni bog'lash qiyinchilik tug'diradi. Xuddi shu tartibda biz bir-birini bog'lashimiz. Endi men noto'g'ri chizib qo'ydim bu yerda. Chiroyli, misol uchun xuddi shu ketma-ketlikda bog'laydigan bo'lsak, bu ishimiz ancha qiyinlashadi. Shuning uchun bizda Sapphire programmasi bor. Sapphire o'tiramiz bu ishimizni. Sapphire o'tirish uchun ishlatishimiz kerak. Xo'p, biza отметаемся одинаковым жестким. Bir xil elementlarni belgilab olamiz. Mana bir xil elementlarni belgilab olamiz va Sapphire o'tiramiz. Atmayamazing bo'ldi. Xo'p, yana Sapphire o'tib oldi bizning ishimiz. Общий video o'tamiz. Общий video o'tib oldi. Mana bizda elementlar tayyor. Biz Saphireda birinchi etadigan ishimiz har bir aylanani bunga joylashtirishdan iborat bo'ladi. Aylanani bunga joylashtirishdan avval chaqlim masofadan, misol uchun 1 metrdanmi, balkim 1,5 metrdandir. Shuni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizlar yana node yuzasi paramerizatsiya degan buyruq yordam beradi. Xo'p, geometriyaga o'tamiz va yana div align shuni bosib, bu yerga yasab olamiz. Xo'p, yasab oldik. Kerak narsalarni belgilaymiz. Shift align belgiladik va kerakligini mishkani o'ngdan bosib добавить obyekt etamiz. Ikkisi belgilandi bunda. Bo'ldi. Endi davom etish kerak. Ya'ni bizadina belgilab oldi. Ko'rib turibsizlar, 1 2 3 4 5 bo'lakka bo'ldi. Yo'q, bizada 5 bo'lak emas. Chaqlim bo'lakka bo'lishi kerak. 1 metrdanmi, 1,5 metrdanmi? Shuni to'g'irlab olamiz endi. Yana bossangizlar chiqib turibdi. Количество, yana tip liniya bo'yicha количество uchitimiz yo'q, parametr shak shu bo'yicha va sizda 50 santidan yo'q, yana ko'paytirib tashlab 50 santidan emas, bizga 1 metrdan kerak. Agar 1 metr emas, 1,5 metrdan desangizlar, 1,5 metrdan bo'lib beradi. 2 metr desangizlar, 2 metrdan bo'lib beradi. Bu esa yirik va mayda go'sanishi. Sizda go'sanmasa, uzoqroqda o'tkizsa, shuni kattaytirishlaringiz mumkin. Xo'p, buni biz nastroyga etib oldik. Endi davom etish kerak. Ya'ni aylanalar bir-biriga bog'lanishi kerak davomiy ravishda. Xo'p, buni tushunamiz. Yana buni joylab olamiz va bunga buni bog'laymiz. Bundan so'ng
bu ne için gerek? Bize yine ortada gözlem ortadakinde noktalar yok edi. Yani bize hazır eğlenelen çizganımızda Z okları üzüyü bağlanış gerek. X ve Z okları emas. Z okları boyunca bir xil bağlanıp ketadi. Bu üç tertipte, yani ünüşü kombinasyyanın başlanışı. Şu bölüp verip şu işlem beceriş için de hop bunu yapamız. Ne işletmez. Şimdi bizlere ne gerek? Bizlere Balkestanlı'ya gerek. Balkestanlı'ya giremiz. Seçeyini Stanley'de turba gerek. Turba profilini özgetiremiz. Turba hop turba hammasiz bo'ldi. Xarakteristika bizada hop sinib okey hop buni bizada keltirgan narsalarimiz balkalar, albatta balka iç balka 200 bo'ladi. Okey, shu narsaga yasab oldik. Okey deymiz. Hop qayta o'zgartiradigan narsamiz yana xuddi shu bo'ldi. Endi yasashni boshlaymiz. Göstermese bunu bassızda göstermedi yine. Göstermesi iş knopkaya basasılar. Şunu inersen bol burada. Çünkü yukarı köçür var. Hop şurada sizler bir narsa aytishlarni boshqaribman. Bizda duga kerak bo'ladi. Duga giriladi. Duga T1, T2 center T1 va T2 nuqtalarda bo'linadi. Ya'ni shu nuqtadan boshlanadi. Biz buni berdik. Hop shu nuqtadan boshlanadi. Shu nuqtaga shuda yasab aytilishi kerak yana. Xuddi shu tartibda yasaladi. Hop, ben kompüterim nastroykasida qandaydir o'zgarishlar bo'lib ketgan, to'g'rilab bo'lmadi. Lekin sizlarnikida to'g'ri chizgandan chizishi kerak. Men shuning uchun hozir kopирование tiklab o'tiribman. O'zi aslida to'g'ri chizasiz, shundaylik to'g'ri chizib beradi bu. Buni aytishimizdan maqsad ham shudan, bizda notini aytishdan maqsad ham shu. Z okini bog'ladikmi shu? Z ok bo'yicha bir xil ishlaydi. Bir xil yasaydi, bir xil diklaydi. Va qolganlarni biriktiramiz. Xo'p, biz bir tarafni yasab oldik. Bir tarafni yasab olganimizdan keyin hammasi belgilab olindi va buni simmetrichni ko'paytirish kerak. Simmetrik, yani. Hop. Bularni belgilab olasizlar.
общий simmetrik yana ko'p beriladi. Ko'ryapsizlarki, xo'p, archamizni shunchaki maketi tayyor. Analitikaga o'tamiz. Bu yerda hech narsa yo'q. Obnovitni bir bosib berasizlar, ayna. O'zini o'tdi. Ko'rsam, ochamiz lirada. Hop, safirdan chiqib ketdi, lira o'tdi. Ko'rsam, shu model geldi. Archamizni. Hop, tekshiramiz. Bizda nima bor? O'z og'irligi hammasidan tushib turibmi, yo'qmi? Tekshiringlar. Hammasidan tushib turibdi. Demak, to'g'ri. Ikkinchi elementlar og'irligi. Elementlar og'irligi pakovka qilishimiz kerak. Pakovka qilamiz. Pakovka qilgandan keyin bir xil elementlar tanlab olindi. Bularga yuk berishimiz kerak. Yuk yo'rg'alikda yana 50 kg deb hisobladik. Boshda yolg'on yukni 50 kg deb hisobladik. Endi bular ham xuddi shunday 50 kg yuk tushadi. Yana 50 kg yuk tushdi. Xo'p, biz ishlatdik. Endi buni расчет qilib ko'ramiz. Расчет qilib analiz o'tamiz. Analizda birinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar xo'p, joyida hech qanaqangi yoriqlar oshib ketmagan. Yoriq bo'lsa, rang o'zgarib ketadi. Bu narsa aytilgan. Bizning yasagan archamiz har tarafga sochilib ketgan. Demak, hammasi joyida turibdi. Ko'yib yuraman. Qiymatlarni yo'q bo'lishlari mumkin. Yaxshi. Birinchi geroy holatimiz yaxshi. Ikkinchi geroy holatimiz yomon. Uchinchi geroy holatimiz yaxshi. Nega yana ikkinchi geroy holatimiz yomon? Buni hozir tushuntiraman sizlarga. Xo'p, bizning yasagan konstruksiyamiz yaxlit holatda juda yomon emas, lekin yaxshidan sal yomonroq holatda ishlab turibdi. Buni ishlatishimiz kerak. Buni kamchiligi, diqqat etinglar. Birinchi, bizlar ishlatamiz. Yaqinlashtirib koridon bo'lsak, bizda bo'linib yotibdi. Alohida narsalar bo'linib yotibdi. Xo'p, menda hozir yaxshi, yomon emas, lekin sizlar ishlaganda shunday holat bo'ladi. Shuning uchun bo'linib ketadi. Bo'linib, bir bo'lak, ikki bo'lak, biza 1 metrdan bo'lib chiqdik-ku yana. Xuddi shu narsalar bana bo'linib o'tadi. Bularni birlashtirish uchun ishlatish kerak. Mana bir xil materiallarni tanlab olasizlar. Bir xil materiallar tanlab olindi va ahamiyat beringlar. Yana element, sozdание конечный element turibdi. Bir xil atish. Yana bir xil atib oldi. Buni tanlaysiz. Konечный element bo'yicha 14 dona element tanlab olindi. Shu narsa yoddan chiqmasin. Bu joyilib yotgan, misol uchun biz element o'tkazamiz va konечный element hisobini bu bo'linib qoladi, to'g'rimi? Xato aytdim-ku.
Xo'p, buni belgilamiz va единое сечение. Единое сечение для всей группы. Unifikatsiya emas, единое сечение. Va bu bo'yicha xuddi shu. Endi to'g'ri bo'ldi. Bir yaxlitlash kerak. Shu elementni, misol uchun, uglovoy balkamizda uglovoy balkamiz yaxlit ishlashi kerak. Biza elementlarni maydalab berishimiz ham mumkin, yig'ishimiz ham mumkin. Xuddi shu ish aytildingda hozir bizada. Становление konstruksiya. Endi darsni davom etamiz. Nega, qayerda kamchilik bor bizning ishimizda? Xo'p. Shot da. Yaxshi. Bizada tayanch, karkas va uglovoy balkalarimiz yaxshicha turibdi. Ikkinchi holatda yomoncha turibdi. Ikkinchi kerak holatda. Buni hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p. İşimizde asosiy hozir men Safirda eksport etganimda menda kamchilik bo'lmadi. Lekin asli Safirda eksport etganda shuda bo'linib chiqadi. Shuni yaxlitlaganda ikkinchi kerak holatimiz avtomatik to'g'irlanishi kerak. Lekin to'g'irlanmaydi. Buning holatini ishlatamiz. Buning holatda biza olib tashlaymiz. Mana 99.6 ga tushdi. Ko'rsam, neda kamchilik bor. Demak, bizada xo'p. Hozir bular bo'yicha ikkinchi kerak holat hech qanaqa kamchilik yo'q. Demak, qayerda kamchilik bor bizada? Bizada hozir ko'rib chiqamiz. Demak, aylanada bor faqatgina kamchilik bizada. Demak, yaxlitlagandan keyin hammasi usul xos ko'rsatamiz uni. Aylanani tanlaymiz. Inverse fragmentatsiya. Kamaymadi. Demak, burchak, ya'ni uglovoy balkamizda kamchilik bor. Uglovoy balkamizni ko'ramiz. Nobud turibdi. Xo'p, nechik? Sechiniyaga giramiz. Sechiniyamiz qaysi? Bizda 80-42. Shuni tanlada turibdi. Xo'p, endi o'zgartiramiz. Bizda nobud 60-42 ekan. Прямоугольная труба, metal, belgilandi. Bizda 60-42 turibdi. Demak, bizga 80-42 kerak. Shuni o'tirib o'zgartirib ko'ramiz. 80-42. Okey. İkinci kerak holat bo'yicha yana o'zini holina qaytdi. Ya'ni yaxshi ishlab boshladi. 100% dan kam ishlashi kerak. 100% dan ko'p ishlasa xato bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hammasi yaxshi ishlab turibdi. Становление konstruksiya ishimiz a'lo darajada bajarildi. Xo'p, yana ishimizni ko'rib chiqdik. Xo'p, endi bizga nima kerak? Bizga uglovoy balkani, tayanchni ve karkaslarni gördük. Lekin aylanani o'zini ko'rmadik. Aylanani o'zini tekshiramiz.
holatlar bo'yicha endi ko'rsatib tashladik. İkinci holat yo'q. Bir xil ishlab turibdi. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin, bizda hozir hamma narsa yaxshi ishladi. Endi qolgan narsalarni tushuntiraman. Rezultat расчёта сечением degan narsada bizda f taqsim l, ya'ni salqiliq egilish neyi bor bizda? Egilish qiymati. Ina. Xo'p, ina egilish qiymatini qaranglar. 84.3. 84.3 223 dan 84.3 bo'yicha egilib turibdi. Xo'p, nima bo'yicha bu? 3% yeri 84.3 miqdorida egilib turibdi. Общая устойчивость dedi. Xo'p, bu narsalar hammasi metal konstruksiyalar fanlaridan o'tadi. Metal konstruksiya fanlarida shu narsani tushunib, o'zingiz alohida shpagalka deydimi yoki bo'lmasa o'zingiz uchun alohida saqlab qo'yasizlarmi? Sortament degan narsalar juda zarur. Sizlar o'zingizni rahbarlaringizdan, ya'ni metal konstruksiya o'tadigan domlaringizdan salqiliq necha egilishi mumkin, maksimal egilish miqdorini bilib bering bizga deb so'ranglar. F taqsim L degan narsani domlalardan so'rab olishingiz kerak. Xo'p, biz o'zimizga berilgan vazifani bajardik. Xuddi shu tartibda hisobot etib topshirish mumkin bo'ladi. Ya'ni shunday zakaz kelib tushsa, sizlar bemalol ishlab beraverasizlar. Mana bizani yengil archamiz tayyor.